Akalar 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Gentra mashinamizni aksiya narxiga tushirib qo'ydik. Bosh to'lovi arzon Gentra qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. 9 million so'mga qo'yilgandi. Esinglarda bo'lsa, videoni kursalaring Instagramga joylangan. Ushbu mashinamiz $200 tushirib qo'ydik. Bosh to'lovlarning gazlari bor. Yil 2023 amerikankalarda turibdi. LED lampchalarda avtomat diskalar taqib qo'yilgan. Tayyor holatda. Salonlari ham umuman xarajati yo'q. Salonlari tiniq holatda turibdi. Probegi 92 ming yurgan. Radnoy magnitofonlarda konsonant obezlari bor, metan gazi bor, 4-pokoleniya ko'rishingiz mumkin. Oynalari super. Yili 2023, orqa yon oynalar tayyorlovga qo'yilgan. O'zimiz hamkasbning mashinasi $200 ga qo'yib yubar deyishdilar. Mana qo'yib beryapmiz. Akalar o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yaman. O'zlari bilan kraskasi, ikkita detallar bor deyishyapti. O'zlaridan qolgan ma'lumotlarni so'rab olasizlar, oylik to'lovlarini. Xo'sh, akalar kimgadir qiziq bo'lsa, o'zlariga telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar, aksiya narxiga tushirib qo'ydim. Mashina idealni yil 2023, gazlari bor, tayyor minish uchun. Oylik to'lovlari ham unaqa qimmat emas. O'zlariga telefon qilsanglar tushuntiradilar.